Amerikani eng xavfli nuqtasida ketyapman akalar. Ya'ni kimlarga xavfli nuqta bu? Immigrantlarga, bizga o'xshagan. Bu joyi nomi mana El Paso. Ko'pchilik bu joyga kelgani qo'rqadi. Mana qora liniyani ko'ryapsizlarmi? O'sha qora liniya Meksika. Bitta pavorotga nito kirib qolsanglar, akalar, Meksikaga o'tib ketishinglar mumkin. Mana ko'rib turgan joylar, o'sha mana uylar, mana tabiat, o'tlar, qumlar, turpoqlar hammasi Meksikaga kiradi. Iloji bo'lib qolsa, hozir ko'rinsa men Trump bobomiz qurgan devorni ham sizlarga ko'rsataman. Ko'z qorachig'inglar bilan bahramand olasizlar. Ona akalar, mana ko'ryapsizlarmi devorni? O'sha Amerikani chegarasi. Mana shu buyuk devordan hamma oshib o'tadi. Bu yoqqa Amerikaga keladiganlar. Ularning orasida lekin men yo'qman. Yo, rostdan gapiryapman men. Devorda o'tmaganman. Yo'q. Hozir meni ko'rib turganlar işte ko'proq menimcha meni taniydiganlar, meni в кавычках yaqinlarim shu adashib pavorotga kirib ketib qolsa edi, Meksikaga o'tib ketib qolsa edi, biz Amerikaga bora olmadik. Ya, tug'ildi-yu uloqda. Kerak, boshqa ichkariga. Shu Amerikaga bora olmadik, bu ham deport bo'lib ketsa, shu Sharxonda yursa, qiynalsa, biz ham maza qilardik, taksistlik qilsa. Shularga javobim, O'zbekistonga borsam Amerikan pulini topaman, bloger bo'lib.